Payg'ambarimiz alayhissalom faqirlikdan panoh tilaydilar. Faqirlik kufrga teng deydilar. Nima uchun shunday deyilsa, inson faqir bo'lgan holatida ishi o'xshamaydi, unga chof ko'radi, bunga chof ko'radi, unga yalinib ko'radi, bunga yalinib ko'radi, undan panoh talab ko'radi, bundan panoh talab ko'radi, azgina berib turing deydi. Yuzi sidirilib borib, oxir oqibat namozli o'qisam, roza tutsam nimaga ishim yurmaydi meni deb Alloh subhanahu va taologa isyon qilib qolishligi mumkin. Ana shuning uchun ham payg'ambarimiz alayhissalom faqirlikdan panoh tilaydilar. Faqirlik meni fahrim degan so'zlari bu sahih hadis hisoblanmaydi. Faqirlik bu baxt emas. Bandani faqirlikka undamaydi din. Islom dini odamlarning iqtisodiyotini orqaga torttirmaydi. Faqatgina qaddingni urgin deydi. Topayotgan puling halol bo'lsa baland uylar qurgin deydi. Yaxshi ulovlarni mingin deydi. Zakotini bergin deydi. Kambag'allarni boshini sila deydi. Beva bechoralarga marhamatli bo'l deydi. Dinimiz shunday.